Hop, 3 kunlik golodaniya haqida gapira olasizmi? 3 kunlik golodaniya bo'ladimi, 1 kunlik bo'ladimi, 2 kunlik bo'ladimi, farqi yo'q, qilsangiz bo'ladi. Odatda 3 kundan ko'plik qiladi ko'pchilikka. Suv bilan qilinadi aksariyat. Keyin o'sha vitaminlaringizni, minerallaringizni ichsangiz bo'ladi. Lekin tajribasiz odamlarga men 3 kunlik golodaniyani taklif qilmayman. Nega desangiz, chunki boshqa mineral, vitamin, boshqa muammolarga ham duch kelishingiz mumkin. Sabab inson bir kunda qabul qilish kerak bo'lgan oqsillar, yog'lar, vitaminlar, uglevodlarning miqdori bor inson tanasi uchun. Agarda siz o'shalarni yetarli miqdorda qabul qilmasangiz, unda qiynalishingiz mumkin. Keyin undan tashqari sizni umumiy salomatligingizga, taningiz ahvoliga ham bog'liq bu narsa. Nega desangiz, chunki masalan o'zi allaqachon kam qon bo'lsangiz, allaqachon qalqonsimon bez kasalingiz bo'lsa, allaqachon qanaqadir stressingiz yoki nevrozingiz bo'ladigan bo'lsa, bu stress sizni yana ham qiynashi mumkin. Shu tufayli men ko'proq o'sha bir kuningizdan 24 soatingizdan taxminan 16 soat, juda zo'r bo'lsa 20 soatgacha ham och yurish taklif qilaman. Shu 24 soat ichida bir marta kamida ovqatlangan yaxshiroq. Nega desangiz, chunki bunga chidash ham oson, uzoqroq ham yura olasiz, keyin uzoqroq ham davom ettira olasiz. Ko'pchilik 3 kunga, 2 kunga yoki 4 kunga och yurmoqchi bo'lganlar, natijani tezroq ko'rmoqchi bo'lganlar aksariyat holatda. O'shaning uchun nazarda tuting.